Ba'zi holatlarda uyqu vaqtida ko'zlaringiz ochiq, xonani ko'rasiz, hamma narsani eshityapsiz, lekin tanangiz qimirlamaydi. Baqirmoqchi bo'lasiz, ovozingiz chiqmaydi. Nafasingiz esa bo'g'ilayotgandek his qilasiz va eng qo'rqinchlisi xonada kimdir bordek tuyuladi. Ko'pchilik buni bosinqirash, mistika yoki paranormal hodisa deb o'ylaydi, lekin olimlar bunga boshqacha izoh beradi. Biz millionlab odamlar ana shu holatni boshdan kechiradigan, lekin ko'pchilik gapirishga istihola qiladigan uyqudagi falajlik haqida nevropatolog, neyrofiziolog Sobitjon Qurbonov bilan suhbatlashdik. Buni ilmiy izohi bizni yo'nalishimizda uyqu falaji deb ataladi. Ushbu shikoyat bilan juda ko'p bemorlar murojaat qiladi, aynan nevropatologlarga. Aslida bu uyqu falaji bilan somnologiya yo'nalishi, ya'ni uyqu buzilishini o'rganuvchi fan, umuman uyquni o'rganuvchi fan shug'ullanib keladi. Bunday holatda odam nega xonada kimdir borligini his qiladi va nafasi bo'g'ilayotgandek tuyuladi? Bunday paytda qorong'u manzaralar yoki sharpalarni yoki qandaydir kimningdir soyasini ko'rishi mumkin. Bemorlardagi asosiy shikoyatlar aynan siz aytgandek bo'ladi. Keling, men sizga uyqu falajini to'liq qilib yoritib berishga harakat qilaman. Uyqu falaji nima desa, bu insondagi uyg'oqlik va uyqudagi holatni ikkalasini bir-biri bilan chiqisholmaslik holati. Ya'ni miya uyg'onadi, lekin tana uyg'onolmasdan qoladi. Buni men sizga yanada sodda qilib tushuntirib beraman. Miyangizni bu uyni egasi deb biladigan bo'lsak, uyda ya'ni ichidagi narsalarni qo'riqlaydigan narsa bizda nima bo'ladi? Kim bo'ladi? Qorovul bo'ladi. Qorovulni bu tanamizning muskullari deb his qilamiz. Ya'ni siz uxlagan vaqtda qorovul eshikni qulflab qo'yadi. Ya'ni muskullaringizni berkitib qo'yadi. Ya'ni siz tush ko'rgan paytingizda ham siz o'rningizdan turib ketmasligingiz uchun, yurib ketmasligingiz uchun, har xil harakatlarni qilmasligingiz uchun. Uyqu falajida mana shu qorovulni miyangiz uyg'ondi, lekin qorovulni kelish vaqti uzayib ketadi. Ya'ni qorovulni o'zi uxlab qoladi. Qorovulni o'zi uxlab qolgandan keyin muskullar uxlab qoladi. Miya uyg'oq, lekin tana o'zini o'zi uyg'ota olmasdan qoladi. Bu ushbu holatga uyqu falaji deb ataladi. Uyqu falajining davomiyligi 2 soniyadan 2 daqiqagacha davom etadi. Eng og'ir holatlarda 10 daqiqagacha deyilgan. Uyqu falaji xavfsiz kasallik hisoblanadi. Uyqu falajini somnambulizm bilan albatta farqlab ketish kerak. Sababi somnambulizm bu oyparastlik. Eshitgan bo'lsangiz, kimdir daraxtga chiqib ketibdi deydi, devor ustida yuribdi deydi, ko'chada yuribdi, hech narsani bilmayapti deydi. Somnambulizm xavfli hisoblanadi. Inson bunda jarohat olishi mumkin, yo'lga chiqib yuborishi mumkin. Uyqu falajida bo'lsa xavfsiz, ya'ni bemor o'zi qotib qoladi, o'rnidan tura olmaydi, gapirmoqchi bo'lsa gapira olmaydi, shu shikoyatlar bilan namoyon bo'ladi. O'zi qanday holatlarda bemor shunday holatga duch keladi? Qanaqa nevrologik holat? Uyqu falajini kelib chiqish sababi birinchisi bu uyqu vaqtlarini o'zgarib ketishi. Ya'ni inson o'zi ixtiyoriy ravishda o'zgartirib yuborish. Masalan, siz har kuni vaqti bilan soat 10-11 da uxlayapsiz, ertalab 6-7 da uyg'onyapsiz. Lekin siz endi ijtimoiy tarmoqlarga kirib yoki bo'lmasam o'zingiz biznes ishlaringiz bo'yicha ko'p kompyuter tagida qolib ketsangiz, uyqu vaqtlari to'g'ri kelmasdan qoladi. Uyqu vaqtining ichida bizda eng asosiysi REM degan uyqu fazasi bor. REM bu repeat eye moment deydi. Ko'zni harakati bilan namoyon bo'luvchi uyquning bir davri. Bu davr nima uchun bizga kerak desa, sizni kun davomida olgan hamma ma'lumotlaringiz analiz sintez qilib, kerakliklari chuqur xotiraga o'tish bosqichi hisoblanadi. Ya'ni siz kun davomida ishlaganingizni hamma ma'lumotlarni eslab qolmaysiz-ku, aynan kerakligini eslab qolishga harakat qilasiz. Aynan shu REM uyqu fazasida uyqu falaji yuzaga keladi. Ya'ni REM uyqu fazasi hali to'liq o'z bosqichini yetmasdan turib miya uyg'onib qoladi. Miya uyg'onadi, lekin tana karaxt bo'ladi. Ma'lumotni uzata olmaydi. Shu qisqa vaqtda uyqu falaji yuzaga keladi. Natijada insonlarda birinchi shikoyati ko'z ochiq, ko'zni harakatlantiryapti, ayniqsa quloq eshityapti, lekin o'rnidan tura olmaydi. Shunda miyadagi bizda bodomsimon bezlar bor. Bodomsimon bez amigdala deb ataladi. Bu qo'rquvga javob beradi. Insonda emotsiya markazini faollashtirib yuboradi. Natijada xuddiki ustiga kimdir chiqib olgandek, o'tirib olgandek namoyon bo'ladi. Buni ruslarda domovoy deydi, inglizlarda bo'lsa yalmog'iz kampir. Ustiga o'tirib olgan yalmog'iz kampir degan ma'nolar bilan keladi. Demak, bu butun dunyoda mashhur bo'lgan holat Xuddi shunday.
Juda ham mashhur, chunki aholi orasida foizlar bo'yicha statistikada 40% gacha bo'lgan insonlarda hayoti davomida bir marta bo'lsa ham uyqu falajini o'tkazadi. Va ular har biri o'ziga yarasha bir kino olamini yaratishadi. Hammada har xil kechadi. Va bu butun dunyoda ommalashib ketgan va bir-biriga aytib yurishadi doimiy ravishda. Menda bunday bo'ldi, menda bunday bo'ldi, meni jim bosdi deydi, meni kimdir ustimga o'tirib oldi deydi, ko'zim oldida sharpa ko'rindi deydi, mana shunaqangilar bilan namoyon bo'ladi. Bu uyqu falajligini aslida o'sha tibbiyot rivojlangungacha 19-asrgacha bu narsaga ishonib kelishgan miflarga. Lekin somnologiya fanni rivojlanganligi, uyquni organizmga ta'sirini o'rganishlik va uyqu bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar chuqur o'rganilganda uyqu falajligiga ham to'xtab o'tilgan. Aynan uyqu falajligini miyadagi funksiyasini o'rganib chiqilganda bu miyani o'zini bir sehrgarlik qobiliyati, ya'ni miya o'ziga o'zi shu narsani hosil qilib oladi degan xulosaga kelingan. Bu jim bosdi degan narsalarga diniy tomondan nuqtai nazardan qarashliga sal ahamiyat berish kerak. Sababi tasdiqlanmagan o'zi aslida. Xuddi shunday. Sababi uyqu falajligi tashxisini qo'yishligingiz uchun ham agar bu patologik holat, ya'ni kasallik holat deb aytishingiz uchun ham kamida 2-3 marta bo'lishi kerak. Bir oy davomida 5-6 marta takrorlangan bo'lishi kerak. Bunga ahamiyat berish kerak-da. Endi yilda bir marta, hayotida bir marta o'tkazgan insonga kasallik deb qo'ya olmaysiz. Bu normal fiziologik holat deb qaraladi. Agar haftada 2-3 marta bo'ladigan bo'lsa, bu kasallik hisoblanadi va bundan uchun mutaxassisga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Demak, shunday holatda mutaxassisga murojaat Xuddi qilinadi. shunday. Miya xatosi deyish mumkinmi? Miya xatosi emas, miyani fantastikasi. Miyani o'zini o'zi kinosi bu. Nega aynan stressdan keyin ham sodir bo'lar ekan? Bu uyqu fazalarini buzilish bilan bog'liq bo'lgan holat bu. Mana insonning miyasida soat 10-11 dan keyin melatonin aktiv holatda bo'ladi-da, insonni chuqur uyqu holatiga, umuman to'liq uyqusini ta'minlab beradigan holat. Ana stress bo'lsa, bu uyquga qarama-qarshi bo'lgan jarayon. Bittagina uyqu fazasini o'zi 90 daqiqani tashkil qiladi. Ana shu 90 daqiqadan toki 6-7 soat ichida 4 marta aylanib chiqish kerak. Bu uyqu fazalarida non-REM, N1, N2, N3 degan fazalar bor. Har bitta fazasini o'zini vazifasi bor. Masalan, boya aytganimizda REMda ko'rgan, kechirgan narsalaringizni eng asosiy narsalarni chuqur xotiraga o'tkazadi. Masalan, ingliz tilidan 100 ta so'z yodlamoqchisiz. Kechqurun o'qib yotdingiz, ertalab ham o'qidingiz. Ana shu narsani ertasi kuni miya chuqur xotiraga o'tkazadi. Uyqu falaji aynan shu REM fazasida namoyon bo'ladi. Stress, asabiylashish, uyqu vaqtlarining buzilishligi aynan uyqu falajini ko'payishiga olib keladi. Haftasiga 2-3 marta bo'lishligining o'zida murojaat qilish kerak mutaxassisga. Oyda 5-6 marta bo'lsa, yana murojaat qilish kerak. Qanday toifadagi insonki, mana shu 10 marotabalab shu holatga duch kelishi mumkin. Mijozlaringiz orasida bo'lganmi shunaqa bemorlar? Mijozlar orasida bo'lgan. Bu uyqu falajligini somnambulizm bilan o'tkazib yubormaslik kerak. Ikkalasini farqiga borib olish kerak. Somnambulizm bu xavfli hisoblanadi. Uyqu falaji xavfsiz hisoblanadi. Uyqu falajligi haqida tushuncha paydo bo'lsa, insonda deyarli inson bundan qiynalmaydi. U haqida tushunchasi bo'lmagan inson hayoti davomida xuddiki ujis kinoda ko'rgan bilan bir xil holatga tushib qoladi. Mana o'ylab ko'ring. Tanangizni qotirib qo'yadi, ya'ni bosh miya o'zi uyg'onib olgan, tana uyg'onmagan xolos. Bu ma'lum bir vaqtni tashkil qiladi xolos. Ozgina vaqt sabr qilsa, atiga 2 daqiqa sabr qilsa yoki masalan 20 soniya sabr qilsa, bu vaqt o'tib ketadi. Ya'ni uyqu falajligi tez o'tib ketadi. Shuning uchun ham bu xavfsiz hisoblanadi. Endi 2-3 martalab bo'lganda ham bu xavfsiz hisoblanadi. Faqat 2-3 marta bo'lishligini sababini vrach topish kerak. Ya'ni bemorda haqiqatan siz aytgandek stress bordir. Oilada, jamiyatda, ishda, o'zini hayotida. Bular sabab bo'ladi. Bilasizmi, ba'zilar shunaqa mistik, qo'rqinchli, dahshatli kinolarni ko'rgandan so'ng mana shu biz ko'tarayotgan mavzuga ham duch keladi-da. Bu qanaqa holat? Bu dunyoda ommalashib ketgan. Bu miya o'ziga fantastik kinoni yaratadi. Miyada bizni qo'rquvimizga, xavotirimizga javob beruvchi amigdala faollashib ketadi haddan tashqari. U bizni harakat markazlarimizga ta'sir ko'rsatadi. Va natijada emotsional holatda ham faollab, insonda har xil holatlar namoyon bo'ladi. Xuddiki xonada kimdir yurgandek bo'ladi. Insonlarda mana tanasi uyg'onmayapti degani bu faqat qo'l oyoq uyg'onmayapti degani emas, bu nafasi ham yaxshi emas deganida. Shuning uchun ham to'yib nafas ola olmaydi. Men deydi nafas olishga harakat qildim dedi, lekin nafas ola olmayapman deydi. Sababi bu yerdagi muskullardagi nervlar ham hali uyg'onmagan bo'ladi. Shuni hisobiga kimdir uni ustiga chiqib olgan, yelkasidan
bosib turgan hisni paydo qiladi. Shuning uchun ham dunyoda bunaqa holatda insonlar bir-biriga har xil ko'rinishda aytadi. Men deydi, yotibman deydi, nimadir sharpa yuribdi deydi. Kimdir aytadiki, meni ustimga chiqib olgan, kimdir. Shunaqangi holatlar bilan namoyon bo'ladi. Shundan O'zbekistonda buni jin bosdi deydi, ruslar buni domovoy deydi, inglizlar bo'lsa jodugar deydi, ya'ni yomon kiyim kiyib olgan qari jodugar deb nom berishgan. Yomon narsalarni ko'rayotgan inson albatta u narsani hayotda ko'rgan bo'ladi. Ya'ni oddiy kinoda ham ko'rgan bo'lishi mumkin, qayerdadir ko'zi tushib qolgan bo'lishi mumkin yoki eshitgan bo'lishi mumkin, miyada tasavvur paydo bo'lib qoladi. O'sha narsa aynan uyqu falajligida faollashadi. Asosan buni mana bemorlardagi shikoyatga qarab turib ajratiladi. Uyqu bilan kechuvchi kasalliklar bor. Masalan, narkolepsiya degan kasallik bor. Mana shu narkolepsiyada ham narkolepsiya nima desa, bu ertalabki uyg'oqlik, kechqurungi uxlashlik vaqtlarni buzilib ketishi. Ya'ni ertalab yuribdi, ostanovkada o'tiribdi, uxlab qoladi. Ovqat yeb o'tiribdi, uxlab qoladi. Kino ko'ryapti, uxlab qoladi. Buni narkolepsiya deydi. Ya'ni uyqu vaqti qachonligini bilmaydi. Narkolepsiya shu darajada endi bu og'ir kasallik hisoblanadi-da. Insonni ixtiyoriga bog'liq emas. Uxlagim kelmayapti deydi, miya o'chib qolaveradi. Miya o'chib qolaveradi. Buni narkolepsiya deydi. Shu narkolepsiyasi bor bo'lgan insonlarda uyqu falajligi ko'p uchraydi. Demak, ba'zi insonlar bor, endi o'sha joyda kechasi ham ishlashga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Kunduzi boshqa joyda, kechasi. Ular shu holatga duch kelar ekanda? Ko'p duch keladi bular. Chalqanchoq orqa bilan yotib uxlashchi bu holatni kuchaytiradimi? Ko'p holatlarda aytishadi, unaqa yotma, shunaqa tush ko'rasan yoki buni sabablari o'rganib chiqilgan. Birinchisi uyqu vaqtlarini buzilishi. Ikkinchisi uyquda uxlash tartibini buzilishi, ya'ni uyqu holatini buzish, ya'ni osmonga qarab yotish. O'zi musulmonchilikda ham bilsangiz, o'ng tomoningni bosib yotgan deydi. Chap tomoningni ham emas, o'ng tomoningni. Qarangki, chalqancha yotgan insonlarda til, halqum va nafas ko'proq orqaga bosim beradi. Orqaga bosim berish hisobiga uyqu falajligi ko'proq uchraydi. Ya'ni gapirolmasdan qoladi, ovozi chiqmasdan qoladi. Shuning uchun ham buni profilaktikasida yonboshlab yotish birinchi o'rinda tavsiya beriladi. Demak, shu yuqoridagi holatlarga duch kelganda nevrologga aynan nevrolog, somnolog, eng asosiy mutaxassisi somnolog. Dastavval odatda bemorlar nevropatologlarga murojaat qilishadi. Meni uyqum buzilyapti deydi. Nevropatologlar shunda savol beradi. Qanaqa uyqu, nima uyqu vaqtlaringiz buzilganmi? Bemorlar aytadi. Kimdir aytadiki, men ko'p tush ko'raman deydi. Shularning ichidan bemor aytadi. Menda deydi, shunaqa holat bo'lyapti deydi. Turaman deydi, tura olmayman deydi. Nimadir meni yelkamdan bosib turibdi doktor deydi. Shunda buni vrach darhol sezadi. Bu uyqu falaji deydi. Ko'p to'g'ri ma'lumotlar beradi va uyqu vaqtini to'g'rilaydigan dori-darmonlar beriladi. Shunda bemordagi uyqu falajligi o'tib ketadi. Uyqu falaji insult yoki epilepsiya bilan ham adashtirilishi mumkinmi? Juda ham qiyin holat. Sababi uyqu falajligi o'tib ketadigan holat. Uyqu falajligida bemor qolib ketmaydi. Shuncha statistikalar, insonlarda o'rganilgan tajribalarda uyqu falajligida inson qolib ketmaydi. 2 soniyadan 2 daqiqagacha ushlab turishi mumkin. Ushlab turishi mumkin. Maksimal 2 daqiqa. Undan endi balandi 10 daqiqagacha borishi mumkin xolos, u o'ta kam. Turi bor epilepsiyani ham ko'z ochiq turadi, absens epilepsiyasi deydi, u boshqa narsa. Bu bilan adashtirish juda kamdan kam holat. Uyqu falaji paytida umuman dunyo bo'yicha ma'lumotlarda odam o'lib qolgan holatlar ham yo'q. Dunyo bo'yicha o'lib qolganlar yo'q. O'zi o'sha paytdan chiqish uchun nima qilish kerak yoki kimdir uyg'otish kerakmi? Yo'q, ba'zilar aytadi, uyg'otma, bu qo'rqib anaqa bo'lib qoladi, gapirolmaydigan bo'lib qoladi deydi. Somnambulizm holatida uyg'otish xavfli hisoblanadi, ya'ni oyparastlarda. Chunki ular uyquning eng chuqur fazasi bo'lgan N3 fazasida namoyon bo'ladi. Bu REM uyqu fazasi hisoblanadi. Bunda uyg'otish ham deyarli ziyoni tegmaydi, lekin biz xalqimiz uchun tavsiyalarni beramiz. Birinchisi, agar sizda uyqu falaji bo'ladigan bo'lsa, buni bilingki, bu miyani shunchaki fantastik kino yaratadigan holati. Ya'ni qo'rquvni namoyon qilib beradigan holati. Sizda agar uyqu falaji namoyon bo'ladigan bo'lsa, barmog'ingizni qimirlating. Birinchisini qimirlating, ikkinchisini qimirlating, keyin oyoq barmoqlaringizni qimirlating. Keyingisi, bilingki, atrofda hech qanday jin ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Bu sizda uyqu falaji bo'layotgan bosqich. Ozgina kuting. Atiga 10 sekund, bo'lmasa 2 daqiqa tez o'tib ketadi. Agar kimdir sizni uyg'otsa ham, undan xavotir olmang. Bu shunchaki uyqu falaji.
uyqu falaji asosan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchraydi. Yosh bolalarda ko'p uchraydi. Sababi ulardagi REM uyqu fazasi deydi, ya'ni tush ko'rayotgan uyqu fazasi ko'p bo'ladi. Shuning uchun ham bola ko'p tush ko'radi, miyasi uyg'oq turadi, lekin qo'l oyog'ini ishlata olmasdan qoladi. Bolalarda ko'p qo'rqish bo'ladi. Ota-onalarga birdaniga shikoyat bildirishadi. Shikoyat emas, ya'ni qo'rqib murojaat qilishadi. Ona meni nimadir bosib qoldi, meni nimadir ushlab qoldi, divonimdan nimadir tortib qoldi degan shikoyatni bildiradi. Shundan keyin ota-onalar bolalar nevropatologiga, agar 18 yoshdan yuqori bo'lsa, kattalar nevropatologiga olib kelishadi. Ota-onalarga ham tavsiyani beramiz. Bu xavfsiz holat hisoblanadi. Bundan qo'rqmaslik kerak, faqat e'tibordan qochirmaslik kerak. Agar haftada 3 marotaba bundan ko'p bo'lsa, albatta mutaxassisga olib borish kerak. Bemorni ana jinkashlarga olib borish bu mutlaqo nima deydi, tavsiya etilmaydigan holat. Tavsiya etilmaydi. Ilm tavsiya etmaydi demoqchiman. Xuddi shuni, ilm tavsiya etmaydi, lekin inson o'ziga o'zi dam solib yursa yoki bir yaxshi ilmli insonga borib o'ziga tilovat Qur'on o'qittirib dam soldirib yursa, uni hech qanday ziyoni yo'q. Faqat bundan boshqa maqsadlardan foydalanishadi, men sizga aytaman. Firibgarlar, firibgarlarda, ya'ni ilmi yetishmaganlar bolangizga jin kiryapti deydi. Bu juda katta psixologik stress hisoblanadi bu ota-onalarga. U bola bilmaydi jin nima, u bolaga jin tegishi juda qiyin masala. Bundan foydalanishga o'tishadi. Bizga 7 ta kurs bor. 7 ta anaqa kelasiz, 7 kun kelasiz deydi, kun oralatib qatnaysiz deydi. Natijasi juda ham zo'r bo'ladi. Natija chunki hayoti davomida bir marta o'tkazadi. Deyarli qachon bo'lishi notayin. Endi 7 kunlab, 10 kunlab o'qiganda ham mana foydasi tegdi deyishga asos bo'ladi. Shunaqa. Ya'ni bu yerda biza sog'lom fikrlashimiz kerak. Siz ilmli insonga o'qittirish, dam soldirish bu hech qanday ziyon emas. Uni faqat ilmli insonlargagina olib borish kerak. Chunki ilmli domla ustozlar borda, shuni ko'rib turib tashxisini aytadi. Yo'q, bunga jin ham tegmagan deydi. Bunga jin ham kirmagan deydi. Chunki ularga dunyoni anaqasi kerak emas. Ilmini to'g'ri, siz buni vrachga olib boring dedi. Shaxsan menga ilmli domlalar jo'natadi. Shunaqani olib kelishdi, men ko'rdim. Bu hech narsa yo'q. Buni men kasallik deb o'ylayman dedi. Haqiqatdan ham kelsa, men so'rayman ota-onasidan, o'zidan ham so'rayman, bo'lgan voqeani aytib beradi. Ota-ona ham xuddi shu narsani aytadi. Haftada 2-3 marta bo'lib ketyapti doktor. Bir oyda уже 5-6 marta takrorlangandan keyin bunda endi tekshiruvlar o'tkaziladi. Ya'ni somnografiya degan alohida texnika bor. Somnografiyani boshga qo'yadi. Uyqu fazalari ko'rib chiqiladi. Aynan uyquni qaysi fazasi buzilyapti? Ko'pincha REM uyqu fazasi buziladi. Shu REM uyqu fazasini to'g'irlovchi dori-darmonlar bor. Shular beriladi, tuzalib yaxshi bo'lib ketadi.